Do'stlar, qarang, qo'ylar. Bular obyektning haqiqiy tozalovchilari hisoblanadi. Bu Yevropada ham bo'lgan, hozirda Xitoyda ham bor. Quyosh fotoelektrik stansiya o'rnatishadi yerga va ostiga o'tlar chiqadi. O'tni o'rib yurmaydi odam. Qo'ylarni boqadi. Echki olib yurmang. Echki quyosh panellari ustiga chiqib ketib qoladi. Qo'yni olsangiz u chiqmaydi. Ostidagi o'tlarni yeb, soyasida maza qilib dam olaveradi. Bunga nima deysizlar? Do'stlar, qaysi biznes qulay? Teplitsa, baliqchilik yoki bo'lmasa quyosh fotoelektrik stansiyasi o'rnatish. Hozir biz 3 tasi bitta bo'lgan joydamiz. Buxorodamiz. Bu yerda 5 gektar maydonga teplitsa qilingan. 3 gektar u yoqda, 2 gektar bu yoqda va teplitsani o'zini iste'moli bor va baliqchilikka ham yo'lga qo'yib yuborishgan va hamma iste'molni yopish va davlatga ortiqcha energiyani sotish uchun akamiz 350 kilovat fotoelektrik stansiya o'rnatgan. 350 kilovat fotoelektrik stansiya va bu fotoelektrik stansiyadan hozirgi 5 oy ishlaganida 181 million so'm shot fakturani o'zi hududiy elektr tarmoqqa yuborib bo'lgan va umumiy hisobdagi stansiya 100 ming dollarga tushyapti. Bu 1 milliard 200 million bo'ladi va keyingi obyektga ham 350 kilovat o'rnatyapti ekan. U ham 120 ming dollar atrofida bo'lgan. Sababi elektr narxi oshyapti, quyosh panellari narxlari oshgani hisobiga bo'lgan va hozirda bu obyektni o'rnatib nimaga yana 350 ga o'tyapti? Sababi foydasini ko'rgan va o'rtacha hisob kitobi bo'yicha 3 yilda o'zini yopar ekan agar 1000 so'mdan to'lab turadigan bo'lsa. Lekin yuridikda 1000 so'm emas, shu joyini tushuntirib ketay. Akamiz fevraldan boshlab generatsiya qilib energiyani sotishni boshlagan va fevralda 25 million, undan keyin dalshi ketib, hozirgi iyun oyida umumiy hisobda 49 million so'mlik shot faktura qilgan. Umumiy hisobda va hisobda umumiy hisob degan bo'lsak 181 million bo'layapti. Lekin elektr narxi oshishidan oldin bunda 720 so'mdan bo'lgan. Har bitta kilovat shotni hisobdan ortib davlatga sotganiga 720 so'mdan hisob kitob qilishgan. Hozirgi elektr energiya narxi oshgani uchun oxirgi oyga, iyun oyiga 880 so'mdan shot faktura chiqqan. Do'stlar, elektr energiya narxi bilasiz, 1000 so'mdan 1100 so'mga oshdi va hozirda davlat ortiqcha energiyani olish narxi 80% bo'lganligi uchun 880 so'mdan har bitta kilovatiga hisob kitob qilyapti ekan. Xo'p, quyosh paneli o'rnatgan yuridik akalarimiz, sizlarda shot faktura iyun oyidan 880 so'mga chiqdimi? Albatta bu haqida ham ma'lumot qoldirib keting. Biz stansiyani sekin o'rganishni boshlaymiz. Assalomu alaykum do'stlar. Men Zoir Kenjayev, PhD dotsent. Demak, bugun fotoelektrik stansiyani tadqiq qilishga o'tamiz. Chuqur uzun video bo'lmaydi. Qisqa kerak narsalarni aytib ketamiz. Birinchidan, bu obyektni hujjatbozlik ishlari uchun umumiy hisobda 3 oycha vaqt ketgan. Ya'ni oktyabrda ishni boshlashgan, undan keyin hujjatlar bitib, umumiy ustanovka ishlaridan tugashi bu yanvar oyining oxiri, fevral oyining boshi bo'lgan va fevral oyidan bu to'liq ishga tushgan. Lekin hali ham bu yana ishlar davom etyapti. Yana bitta 350 kilovat qo'yishyapti. Unga ham kadrlarda qo'yib ketamiz, hali ish davom etayotgan ekan. Bu obyekt 350 kilovat va texnik shart hududiy elektr tarmoqda olgan paytda 400 kvalik transformator qo'yish talabi qo'yilgan va bu yerga bu stansiya uchun alohida maxsus 400 kvalik transformator podstansiya o'rnatib berilgan. Bu ham umumiy stansiyaning baribir xarajatlariga kirib ketadi. Shuning uchun ham eng muhim eslatma, do'stlar, agar siz fotoelektrik stansiya o'rnatmoqchi bo'lsangiz yuridik obyekt sifatida, birinchi eng qiladigan ishingiz bu o'zingizda iste'mol bo'lsin. O'zingizda iste'mol bo'lmaydigan bo'lsa, fotoelektrik stansiya qo'yishga va undagi elektr energiyani sotib olishga davlat shartnoma qilmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, albatta texnik shart oling. Hududiy elektr tarmoqdan texnik shart olib, u obyektning loyihasini tasdiqlatib, keyin ishni boshlaganingiz ma'qul. Endi panellarchasiga o'tamiz. Statistikaga ko'ra, hozirda Jinko Solar kompaniyasi 400 gigavatdan ortiq quyosh panellarini butun dunyo bo'ylab sotgan va bizda ham katta stansiyalarda asosan Jinko panellaridan foydalanishadi. Bu yerda ham akamiz aynan Jinko Solar quyosh panellaridan foydalangan. 720 vattligidan katta stansiyalarda panellar soni kamroq bo'ladi, quvvat kattaroq bo'ladi. 720 vattlik Jinko panellaridan foydalanilgan va bularni ular noyabr oylarida olishgan Powersan kompaniyasidan va ustanovka ishlarini ham ko'radigan bo'lsak, aynan 3 talik temir profillardan o'tilgan, pastki tomon, ustki tomonga va alyuminiy bolt gaykalardan foydalanishgan. Endi shartnoma bo'yicha qora temir bo'lgan, shuning uchun qora temir qilib kraska qilishgan va montaj ishlarini o'tkazgan. Shu yerda muhim fakt, akamiz o'zini farzandiga motivatsiya bo'lishi va TikTokda, Instagramda o'tirmasligi uchun mana bu obyektning ostida mana o'tlar o'sgan bo'lsa, o'tlarni chopib yurishi uchun kelishuv qilgan, ya'ni u o'tlarni chopadi va bu uchun akamiz unga pul mablag'larini beradi. Qarang, yaxshi ideya. Ham bolamiz, farzandlarimiz ishlaydi, mehnat qiladi, ham
pul topishni yoshligidan boshlaydi. Yana bitta narsa, undan tashqari bu farzandlari panellarni yuvar ekan, yaqinda yuvibdi. Ya'ni panellar bilsangiz soyalanish bo'lib qoladi yoki changlanish bo'lib qoladigan bo'lsa, generatsiyasi tushadi. Aynan shuning uchun ham tem bo'li Buxoroda va yer atrofida turibdi. Mana changlanishda yuvib turadigan bo'lsa, generatsiya oshadi. Bu farzandiga hozirdan kasb o'rgatyapti, qoyil lekin. Do'stlar, ustanovkadagi bitta muhim narsani aytib ketay. Panellarni biz ko'ramiz tomlarda yoki joylarda o'rnatgan paytda panellar orasida ochiq joy qoldirishmaydi. Bu ertaga shamol bo'lgan paytda, deylik, orqa tomondan yoki old tomondan bo'lgan bo'lsa, old tomondan bo'lsa panelga bosimni oshiradi. Orqa tomondan bo'lsa panelni teskari ag'darilib tushishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham panellar qatorlari orasida 10-20 sm masofa qolishi kerak. Bu havo, shamolni o'tkazib yuborish uchun bunga muhim e'tibor beringlar aka. Do'stlar, endi invertorga va elektromontaj chastasiga o'tamiz va bu yerda mahsulotlarning hammasi Powersun kompaniyasidan olingan. Aynan Jinko Tiger Neo 2 720 wattlik quyosh panellari, Auxol Craft invertorlari 110 kWlikdan 3 ta qo'yishgan. Ya'ni 110 kWdan 3 ta 330 kWlik invertorlar va 350 kWlik quyosh panel qo'yilgan va asli tomonni ko'radigan bo'lsak, 110 kWga 250 amperlik chint avtomatini qo'yishgan. Ma'lumot o'rnida aytib ketay, bular mahsulotni olgan Powersundan va o'zlari ustanovchi topib, o'zlari ustanovchi qildirgan va hozirda bir qator kamchiliklarini biz o'ziga aytib ketyapmiz va bu videodan maqsad umumiy obzor va ishlayaptimi, ishlamayaptimi, qanday holatda bo'layapti, texnik tahlil uchun kelganmiz. Kamchiliklarni albatta o'ziga aytib ketamiz. Hozir 110 kWlik invertorga aynan 250 amperlik avtomat qo'yilgan, 0 alohida qo'ygan, Wi-Fi uchun nuqta va bu tomonda oladigan bo'lsak, bu tomonga zazimleniyaga olib ketishgan. Zazimleniyani o'zini o'lchagan protokoli bor, 4 ohmdan kamroq bo'lgan va bu tomoniga o'tadigan bo'lsak, bu yerda shitdan oldin invertor o'zi qancha generatsiya beryapti. Bu paytda soat 11:36, 110 kWlik, aynan shu paytda 90 kW atrofida beryapti. Endi panel ko'proq qo'yilgan, sabab 350 ga moslashtirish uchun, lekin issiq haroratda ham bu normal hisoblanadi, o'zi 100% ga chiqmaydi yoz mavsumida. Xo'p, DC shitini ko'radigan bo'lsak, DC shitda albatta Craft himoya elementlaridan foydalanishgan. Предохранитель, SPD va avtomat va bu yerda shu e'tiborli bo'lish kerak joyi bor. Предохранительni ostidan kirish qilgan. Men akaga aytdim, to'g'rilashadi. Предохранитель tepasi tomondan kiradi, keyin SPD ga va avtomatga kiradi. Avtomatni ikkala tomondan, bu tomondan plus, bu tomondan minus kiradi va invertorga chiqib ketgan va 4 polis avtomat foydalanish kerak. Bu tomon, bu yerda bu juda ham muhim, sabab har bitta gruppaga 16 tadan panel qo'yilgan. 16 ta panel bu 1000 voltga mo'ljallangani uchun 1000 voltlik 4 polis avtomat qo'yilgan, 25 lik avtomat, 32 talik предохранитель qo'yilgan va 1000 voltlik SPD qo'yilgan. Do'stlar, qarang, qo'ylar bular obyektning haqiqiy tozalovchilari hisoblanadi. Bu Yevropada ham bo'lgan, hozirda Xitoyda ham bor. Quyosh fotoelektrik stansiya o'rnatishadi yerga va ostiga o'tlar chiqadi, o'tni o'rib yurmaydi odam. Qo'ylarni boqadi, echki olib yurmang. Echki quyosh panellari ustiga chiqib ketib qoladi. Qo'yni olsangiz u chiqmaydi. Ostidagi o'tlarni yeb, soyasida maza qilib dam olaveradi. Bunga nima deysizlar? Do'stlar, obyektning qisqacha tahlili mana shulardan iborat edi. O'zingiz hal qiling. Bu yerda mana teplitsa 5 gektar yerga, u yerda baliqchilik, bu yerda mana 350 kW qo'yib, yana 350 kW qo'ymoqchi. Buning sababi albatta elektr narxi oshgan. Elektr narxi oshgandan keyin bulardan davlatda oldi berdisi 720 so'm bo'lgan bo'lsa oldin, hozir 880 so'mga o'shyapti va 5 oyda 181 million daromadda o'tiribdi. Xo'p, bu ko'pmi, kammi? Qanday? O'z fikringizni albatta yozib qoldiring. Menimcha bu normal hisoblanadi va o'zini iste'moli bo'lgani uchun bu akamiz qo'ygan obyektni bu yana oshirmoqchi, 1 megawattga yetkazaman deyapti. Mayli, o'zi biladi. Xo'sh, sizda umumiy xulosa qanday va elektr energiya narxi oshib borayotgan bu prosesda aynan bizdan sotib olish narxi ham 880 so'mga mana oshyapti. Bu davomli bo'lsin deymiz. Agar davomli bo'ladigan bo'lsa, hozirgi paytda yoz mavsumida ayniqsa transformatorlarimizda yong'inlar chiqyapti, turli xil avariyli holatlar bo'lyapti. Bu nima uchun? Pik iste'mol uchun. Aynan shu pik iste'molga yechim, yordam beruvchi bu quyosh fotoelektrik stansiyalari. Aynan bularning energiyasi transformatorga nagruska tushirmaydi. Iste'molni parnik deylik yoki bo'lmasa gastinitsiya yoki zavodlar o'z iste'molni quyosh panel bilan qoplaydigan bo'lsa, bu tarmoqqa yengillik bo'ladi albatta. Sog' salomat bo'ling, keyingi obyektlarda ko'rishguncha.